Bir aka-ukalar bo'lar ekan. Bir 7 kishimi, 8 kishi aka-ukalar ekan. Bir-biri bilan shunaqa inoq ekan, shunaqa ahil ekan. Bir kun bittalari aytibdi, Xudoga shukr, aka-ukalarim bilan shunaqa inoq biz, bir-birimizni qadrimizga shunaqa yetamiz desa, xotin aytgan ekan, dadasi, sizlarni bunaqa inoq bo'lib yashashinglarda bizlarning ham xizmatimiz bor degan ekan. Ahmoq xotin, qanaqa xizmating bor seni? Biz aka-uka o'zimiz bilan bir-birimizdan aql bo'lsak, seni nima xizmating bor debdi. Hech qanaqa xizmating yo'q, sen bunaqa gapni gapirmagin. Shunaqami debdi, shunaqa. 7 ta ovsin til biriktiribdi. 7 ta ovsin reja qilibdi, maslahat qilibdi. U buni erini yomonlagan, bu uni erini yomonlagan, akangiz ana undoq dedi, ukangiz mana undoq qildi deb bir haftada 7 ta aka-ukani orasidan qil o'tmaydigan aka-ukani 7 ta dushmanga aylantirgan ekan. Bir haftada birodarlar. Nima bu ahvolga tushib qoldi desa, xotin aytgan ekan, bu qiz bu inoqliginglarda bizlarning xizmatimiz bor dedimi, dadasi, siz uchir chakagingni qanaqa xizmating bor deganingiz ko'rdingizmi debdi. Mana bir haftada ahvolinglar nima ahvolga kelib qoldi debdi. Bizlar til biriktirib sizlar o'rtanglarni shunaqa buzib qo'ydik. Sizlarning ahilliginglarda bizlarning xizmatimiz turibdi degan ekan birodarlar. Hozir aka ukani o'g'lini bir shapaloq urishga haqqi yo'qmi? Yo'q deysizmi? Bir to'polang qilsa, bir yomon ish qilsa, aka ukani o'g'lini bir shapaloq ura olmaydimi? Yo yelkasidan bundoq, "Ey, nima qilyapsan?" deya olmaydimi? 100% haqqi bor. Chunki kimni otasi o'tsa, uni otasi amakisidir deganlar. Payg'ambar alayhisolamning ta'limotlari. Hozir bir aka bir ukani o'g'lini bir ursa, xotin telefon qilyapti-da eriga. Dadasi qattasiz? Ishdaman. Siz ishda yuravering. Akangiz o'g'limizni ko'zimni oldida urib o'ldirib qo'yay dedi. Zo'rg'a qo'lidan sug'urib oldim deb pashchadan fil yasayapti. Aqlli er bo'lsa, juda yaxshi qilibdi-da. Urgan bo'lsa juda yaxshi qilibdi. Bir nima qilganki, to'polang qilganki uni urgan, o'zidan o'zi urmagandir. Jim bo'l, akam haqida bundaqa gaplarni gapirma deb chakagini o'chirish kerak. Yo'q, mashinani vazillatib kelyapti-da, shu qani o'g'limizni kim urdi, qayerda urdi? O'sha joyda xotin turibdi, boyaga kaltay bir shapaloq yegan bola turibdi-da, uka akaga endi shunaqa gaplarni gapirib, shunaqa so'kayapti, shunaqa haqorat qilyapti. U jiyan ertaga amakini hurmat qiladimi? Amaki deydimi? Hayotda demaydi. Hayotda hurmat qilmaydi. Keyin amaki o'sha ukani o'g'liga aralashadimi? Bir nima qilsa, jinoyat qilsa, qo'y, menga nima o'lib ketsang bo'lmaydimi deydi. Indamaydi. Natijada bir rasvo, iflos bola dunyoga keladi. Bitta farzandga 7 mahalla ota-ona deganlar. Va bir davrlarda, "Ey, sen palonchining o'g'limisan? Qara, seni shoshmay tur, men seni dadangni ko'ray, dadangga aytaman" derdi. 7 yot begona inson, 7 yot begona farzandga mana shu nasihatni qilardi. O'shani xatodan, gunohdan qaytarar edi. Hozircha menga nima, meni nima ishim bor bilan farzandlarimizni rasvoy jahon qilib bo'ldik. Hozir o dom sharoitlarda, shaharlarda soat 10-11larda 9-chi, 8-chi, 10-chi sinf o'quvchilari erkak bilan qiz, yigit bilan qiz o'sha domlarning orasida kuppa kunduzi hammaning oldida bir-biriga qilayotgan iflos ishlarni ko'rsangiz, ilon post tashiydi. Menga nima bilan shu ahvolga keltirdik? Bemalol o'pishib, bemalol quchoqlashib, bemalol nima hunarni qilsa qilyapti. Nima bilan? Mana shuni hech kimdan hayiqayotgani yo'q. Bugun maktab o'quvchilari o'g'il bolalar yoqda tursin, qiz bolalar sigaret chekib ketyapti ko'chalarda. Menga nima bilan shu ahvolga keltirdik bularni? Ertaga shu ahvolda ketaverar ekanmiz, bu kunlarimiz ham holva bo'lib qoladi birodarlar. Bir janozaga bordik. Ko'chada turimiz, ichkaridan baqir-chaqir, yig'i-sig'i, endi jigarini o'tganligi uchun kuyayotgan bo'lsa kerak deb tursak, quloqqa umuman boshqacha gaplar kelyapti. Onangni, do'dangni degan gaplar kelyapti. So'kish gaplar. Ichkariga kirsam, ahvol chataq. Boyagi o'lgan yigit 57 yoshlarimi, 56 yoshlarda o'lgan yigit akalardan qarz olgan, ukasidan qarz olgan, opalardan qarz olgan, boyagi qarz bergan amakilar o'sha o'lgan yigitni haligi bolalarni bo'g'ib, otangni qarzini to'lamaguncha janoza o'qitmaymiz deb to'palang qilyapti. Voy, u desam ko'nmaydi, bu desam ko'nmaydi. Oxiri namoz vaqti bo'ldi, janoza vaqti bo'ldi, har tugul tinch edi.
oldinda akalar turibdi, bel bog'lagan. Men aytdimki, jamoatga jamoatul muslimin dedim, mana bu tobutda yotgan inson dedim, akalaridan, ukalardan qarz ekan dedim. To'g'rimi, sizdan qarzmi? Ha, mendan qarz. Sizdan ham qarzmi? Ha, mendan ham qarz. Yo'qda opalardan ham qarz ekan dedim. Hozir bular bu yigitni, bu insonni, bolalarni yoqasidan olib, yoqasidan bo'g'ib, qarzini to'lamaguncha janoza o'qitmaymiz deb turibdi dedim. Bular to'g'ri ish qilyapti dedim. To'g'ri da'vo qilyapti dedim. Endi bularga yarim soat fursat beramiz dedim. Imkon beramiz. Janozaga shoshmaymiz, o'qiymiz baribir dedim, lekin yarim soat fursat beramiz. Sizlarga imkoniyat, siz sizdan qarzmi bu ukangiz dedim. Ha, sendan ham qarzmi akang? Ha, mendan ham qarz. Mana hozir akangni janozasi, jasadini betonkaga olib chiqqinda dedim, sotiladi deb qo'yib qo'y dedim. Qani kim olar ekan dedim. Kim oladi? Birov 10 ming so'mga birovni o'lgan jasadini oladimi? Hech kim ham olmaydi. U hech kimga kerak emasligi uchun olib borib go'rga tiqadi. Agar kerak bo'lganda uni tiqmas edi, ko'mmas edi. Yoki aka aytmayaptiki, shu otangni jasadini ber, qarzimdan kechdim demaydi. Yo uka aytayotgani yo'q. Men aytdim, chiqaringlar mana, hamma 10 ming so'm bo'lsa ham o'zini ustidan pulini chiqarib olasizlar. Ertaga bu sizga farzandlari qarzini to'lab bera olmaydi, unaqa imkoniyat yo'q. Mana ukanglarni sotinglarda pulinglarni chiqarib oringlar. Bo'ynini egib turibdi. Pul o'lsin, jigardan qimmatmi shu? Qadrlimi shu? Jigar o'lib ketdi-yu. Ukang o'lib ketdi-yu. Shu pul kerakmi senga? Bundan battari aka o'lim to'shagida yotibdi. Uka janozaga borayotgani yo'q. Akasini oldiga borayotgani yo'q. Bu yerda hamma termilib turibdi. Bir 15-20 minutlik vaqti qolgan boyagi. Aka eshikka termilib yotibdi. Men ukasinikiga bordim. Uka dedim, o'rtangda nima o'tgan bo'lsa o'tgandir, Xudo biladi dedim. Nima bo'lsa bo'ldi, endi uni davolab bo'lmaydi. Bitta davosi dedim, borgin. Akang yotibdi. 10-15 minutda o'lib ketadi dedim. Qaytib ko'rmaysan. Borib, aka ming bor uzr, mendan o'tibdi. Kechiring. Ahmoqlik qilman, yoshlik qilib qo'yibman. Aka kechiring, mendan rozi bo'ling-de. Men sizdan roziman desam, Xudo urgan iflos miyig'ida kuyayapti demda, deyapti, deyapti. Qora aka siz kelibsiz. Hurmatingiz bor. Otam tirilib kelib, bor o'g'lim, akangdan kechirim so'ra. Akangdan rozichilik so'ra desa ham bormayman-ku deyapti. Kim turibdi buning orqasida? Iflos xotin turibdi. Birdan bir iflos xotin turibdi. Aka bilan ukani o'rtasini ayirgan iflos xotin turibdi. Do'zaxiy xotin turibdi. Ikki yildan keyin uka ham xor bo'lib it hasratida o'lib ketdi. Aka ukani o'rtasini ayirgan xotin ham xor bo'lib